Assalomu alaykum kitobxonlar. Bugun biz sizlarga Ahmad Lutfiy Qozonchining So'nggi to'fon kitobi bo'yicha tanishtirmoqchimiz. Turk adibi Ahmad Lutfiy Qozonchining ismi kitobxonlarga yaxshi tanish. Uning Saodat asri qissalari, O'gay ona, Qaynona, Bir vijdon uyg'onur asarlari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ma'rifiy, axloqiy ruhdagi ushbu asarlar maroq bilan o'qiladi. Adib ularni insonga chuqur ehtirom bilan yozganligi bilinib turadi. So'nggi to'fon romanida ham shunday o'rinlar borki, u joylarni o'qiyotganda kishining vujudida bir titroq paydo bo'ladi. Chunki oilasiga zulm o'tkazishdan boshqa ish qilmaydigan, faqat uxlash uchungina uyiga keladigan bilan yashashga majbur Farida ochlikdan qiynalib, sovuqdan titrab, qaqshab qolganida ovoz chiqarmasdan Allohga bolamni to'ydirish, voyaga yetkazish uchun birovlarga muhtoj qilma. O'zingdan boshqa panohim, suyanchim yo'q. Qullaringga qul bo'lishidan o'zing asra. Yuzimni qora qilma deb dil-dilidan iltijo qiladi. Bu mushtipar ayolning ahvoli o'quvchini beixtiyor o'ylantiradi. So'nggi to'fon romani voqealarida sanoqli qahramonlar ishtirok etadi. Hasan va uning onasi Farida asarning asosiy qahramonlari. Romanda bir xonadon hayoti yoritiladi. Bu xonadon sohibi Tursun bolaligidan buyon biror marta yaxshi ishga qo'l urmagan. O'rta maktabni ham zo'rg'a tamomlagan. O'g'rilik qilib, turli nobob ishlarga aralashib, askarlikka borishidan qochib, hibsxonaga bir necha marta tushgan va o'ziga o'xshaganlar bilan topishib olgan. Tursun tuni bilan ko'cha kezish, yomon joylarda yotib qolishni odatga aylantirgan. Nasihat va kaltaklar kor qilmaganligi uchun ota-onasi ham kichikligidayoq Tursundan umidlarini uzishgan. Mayxonalarni makon tutib, qimorxonalarni kunda shundasiga aylangan. Tursun ota-onasining uzoq yillar peshona teri bilan topganini havoga sovuradi. Hashamatli uyini, bog'ini, yerini qo'ldan boy berib, ota-onasini kuydirgan. Tursun uylangach ham o'shaligicha qoladi. Hurmatli kitobxonlar, Farida, Tursun va Hasanning taqdiri qanday bo'lishini qiziqtirgan bo'lsa, ushbu kitobni Taxiatosh tuman axborot kutubxona markazidan olib o'qishlaringizni tavsiya etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.